İnsanların tinimsiz gap so'zlari ba'zan jonni tegarkan, hayot sinov ustiga sinovdir. Lekin shukrki sabr insonga kuch beradi, maqsadlarga yaqinlashtiradi. Bilasizmi odamlarga qanday qilib butunlay yaxshi ko'rinish mumkinligini tushunib bo'lmas ekan aslida. Menga ortiqcha hech narsa kerak emas, ozgina ishonch va samimiy mehr bo'lsa kifoya. Yaqinlarim, qadrdonlarim, men bilan ko'p tortishdingiz, ammo xursand bo'lishga shoshilmang. Hali oldinda bahslarimiz ko'p bo'ladi, chunki men xatolarim ustida ishlayapman, ularni tuzatyapman. Zero biz bu dunyoga faqat tortishish uchun kelmaganmiz. Bizni birlashtiradigan narsa mehrdir. Odamlarning ma'lumotlaridan charchadim, ammo har bir sinov ortida bir hikmat borligiga ishonaman. Sabr qildim va bu sabr meni maqsadlarimga yetaklamoqda. Hammaga birdek yaxshi bo'lishing iloji yo'q, menga esa faqat ishonch kerak. Yaqinlarim, men bilan baslashishdan to'xtaman, chunki men o'zgaryapman. Yuksalishda davom etyapman. Biz bu hayotga janjallashish uchun emas, og bo'lmasda aylash uchun kelganmiz. Yaqinlarim, qadrdonlarim, men bilan ko'p tortishdingiz, ammo xursand